Ko'p qismliq ovozliq asar Muhabbatga tashna qalb. Birinchi qism. Kichikimdilla uydagilarning nihoyat qattiq boshqurishida cho'ng bo'ldim. Bir nafasnimi ruxsatsiz olg'ili qo'ymaydigan ikki akam bor edi. Cho'ng bo'lib uydagilarning qarori bo'yicha yashab kelgan edim. Birer qatimmi o'zim orzu qilgan ishni qilib boqmagan edim. Qilay deb ig'izma ocholmaydim. Chunki kichikimdilla hamma ishda uydagilarning og'ziga qaraydim. Shunday qilishga majbur edim. Hatto tog'a hammallarimning men bilan tang qizlarimi dadasiga erkilabla o'zlarining xolig'ini qilib o'tadi. Ba'zida opam dadamlarga "Opa, dada, tog'amning qizig'imi chiroyli kiyimlarni ep beradi ekan. Dadasining topqanlarini hashlab o'ynab yuradi ekan. Yana tog'am qizi shunday qilsa-mu, qizig'i bek amroq ekan. Nega boraydis bog'il qo'yadi ekan. Nemish qilaydis qig'il qo'yadi ekan. Lekin sizlar, men kichkina turib xalqning e'tizlarida ishlab, o'zimning hojidan o'zim chiqsam, uyning ishlarini shunday yaxshi qilsam-mu, meni bekching boshqursilar. Uydan boshqa hech yana bilmayman. Yana meni nima sababdan yoqtirmaysizlar-kintan?" deb so'zlab qo'yatdim. Shu gaplarni bek tasdid etdim. Garchi mening deganlarim rost bo'lsa-mu, lekin hamma tog'alarimning sharoiti yaxshi edi. Bizning sharoitimiz ancha yaxshi emas edi. Men kichiklikda buni o'ylamabdiman. Hay, do'stlarim, o'g'il do'stlar bilan telefonlashib, kulki chaqchaqlar ichida shunday qizg'in muhabbatlashib yurayotganini ko'rganimda, men o'ylaydim. Meni tushunadigan, dardimga yetadigan, meni qo'g'daydigan bir o'g'il do'stim bo'lsa edi. Lekin uydagilar meni bekmi qattiq boshqurg'ashqa, idisi qaloq bo'lg'ashqa, qiz bola degan uydala turishi kerak. Sirti nima bor deb uydala boqqashqa mekin. Birer o'g'il bola bilanmi tanishqirek fursat bo'lmabdi ekan. Mahalladagi qo'shnimning o'g'illari ko'zimga faqat sig'maydi. Ularni menga ko'z tikadi, lekin gap qilmaydi. Chunki akalarimning meni bekchang boshqurdiganligi ularga ayon edi. Ba'zida hujramga kirib elib, yolg'iz yetib to'risga qarab yotgancha xiyolga cho'kib ketdim. Shundoq o'ylaydim. Men hozir boshqalardek erkin, xushal, g'amsiz, suygan odami bilan hayotning payzini surayotgan shu do'stlarimdek ko'ngildagidek turmushda yashamagan bo'lsam-mu, keyin to'y qilgan vaqtimda meni baxtli qilaligidek yaxshi bir erga tegsam, cho'qim ulardimi baxtli yashayman-ku. Cho'qim men ko'rmagan, menimi ko'rmagan, ammo to'y qilib ishkimiz xo'shal-xo'ram o'tadigan, meni baxtli qilgan bir peshonamga putuklik deb o'ylab ketdim. Doim ko'nglim yerim bo'lsa, hujramga kirib elib, o'zim yolg'iz xiyolga cho'kib ketdim. Peshonamdagi ashu yaxshi erkimdu, qayerlikdu, kelishganmidu, oq ko'ngilmidu deb o'ylab qo'yatdim. Kunlarim shundoq o'tib, 17 yoshga kirib qoldim. Uyning ishlarini shundoq pokiza, ratli qilatdim. Qizi yo'qlar opamga havas qilib ketdi. Meningmi mushtaq yaxshi ish qiladigan pokiz qizim bo'lsa, tamoqnimi shundoq yaxshi etadi bu qizingiz deb o'g'li yo'qlarmi? Hay, o'g'lim bo'lgan bo'lsa, apir ekanma. Bu qizingiz bek yaxshi muloyim, ishchan, pokiz cho'ng bo'ldi jo'mu. Qandaq baxtli odamga kelin bo'lib ketdi, deyishib ketdi. Kunlar o'tib, uyga elchilar qiz so'rab kirgili turdi. Yeli u shahardan, yeli bu shahardan degandek. Haftada bir boshqasi nihoyat ko'p elchilar keldi. Lekin menga birasimu ozroq ditimga yaramadi. Menga faqatli mos kelmagan, mijozimiz cho'tli kelishmagan bu loyiqlarga qilchilik qiziqmadim. Men qandoqmi haday?
Chunki birsimi mening xiyolimdagidek chiqmadi. Uydagilar bo'lsa, kunda beshimni og'irtatdi. Ular taraf-tarafdan ashundaq tegili tursa, shundaq azoblanatdim-yu, ammo bu dardimni desam, anglag'idek ocham yo sanglimi yo'q ekan. Ichimdagini hech kimga to'kalmay qiynalatdim. Hatto uydagilar bilan bir yerda o'ltirishdimmi qo'rqadigan bo'lib qoldim. Men yig'lab qarshilashib qo'yatdim. Hay, sana qandaq odam bo'lsa bo'ldi-ya. Qara mani. Avu palani mundaqkan, palani undaqkan deb ketishlarini. Sen shuncha cho'ng odammi? Nima joling javob ketdi? Sana shuni deb qo'yay. Biz deganga tegisa, sana kuchimiz yetadi texi. Sana yorug'dek biri chiqcha, qumchichaklab ketar qachon. Uxlamay tush ko'rma. Endi sening rayonga qarab o'tamaymiz. Hamma odamni rad qilsang, seni kim oladi? Hal yo'g'onlik qilib, oypotam bo'lay deganmiding, ha? Sizlardan xo'sh bo'lib qolay. Meni nimishqa bundaq qistaysizlar? Sizlar deganlar ko'zimga faqat sig'maydi. Nima? Ko'zimga sig'maydi? Oy, bag'oncha nervonni o'ritadigan bo'lib ketdim. Hadding emas, biz deganga tegisa. Hozir ko'zingga sig'masa, to'y qilganda sig'idi. Yo'q, xo'sh bo'lib qolay. Nimishqa menga bundaq muomala qilasizlar? Og'zingni yum. Gap ber, quloq ishki. Yundamni iqsamla, rayimga boqandikin deb qolma. Elimi nurg'un odamlarni ranjitib, quruq yo'lga soldik. Sayya bizni qizining chatiqi bor degan otaqni kiyib qolsin deb atamsan ya. Yo'q, undoq emas. Men faqat bo'ldi bas. Sening degining hisob emas. Mana bizning deginimiz hisob. Ularning qo'polliqlari meni rayim yo'q to'yga qistashlari bakli saskandiratdi. Lekin men yig'lab o'tirishdan boshqani qila olmaydim. Nima amal deysiz? Kichikimdan kichigini bir ishladim-u, uydagilarning seziqidan chiqolmaydigan tursam. Bu to'y ishimi shundoq bo'ladi-da albatta. Lekin men opamningmi meni tushunmaganidan bak echinatdim. Jahonda hamma qizlar mushundoq azoblanib o'tar bo'g'imidi. Osho bechara qizlar ro'yi bo'lmasa-mu, hayvonlardek to'yga zo'm-zo bog'langan bo'g'imidi. Qani jahondagi adolat, qani hayotlikning ko'zi. Hayotlik. Sen meni unutib qoldingmi? Meni nimishqimi buncha rahimsiz, bag'ritash odamlarga nisib qilgan bo'g'iding. Ajiba mening menga o'xshash qizlarning o'z ra'yi bo'yicha to'y qilish, loyiq tanlash, muhabbatlash erkinligi yo'qmi? Mening bu savollarim, nidolarim ichimda qalatdi. Bu savollarga hech qanday javob yo'q edi. Faqat ko'rayotgan azobli realliklar mening bu savolimga shundoq qizlar chuqur bu azobni tortadi. Bu degan qonuniyat devatqandek tuyuladi. Shundoq kunlarga bakmi tasdi bo'ysunib, amal yo'q to'y qiladiganmi bo'ldim. Cho'nglarning tunishtirishi bilan ma'qul bo'ldim. U bola bilan bir qatam 100 tirani ko'rishibla to'yga qo'shildiganligimni aytdim. U bolami menga xeyli qiziqqan edi. Mendek yuzi to'van, axloqli qiz bolani olg'us borligini aytdi. Qarasam, taq turqimi yomon emas. Gap so'zlarimi xeyli joyida edi. Menmi ko'nglimda bu balig'imni unmasam, hamon bu yil to'yimni kim bilan qiz qilib etdi. Shunglashqa u bola bilan uyimizmi yaqin. Har holda chiqishib qolaman deganlarni o'ylab to'yga qo'shildim. Ota-onam, kichik akam ikkimizning to'yimizni birlik kunda birga qiladiganga bitishdi. Cho'ng akamning xotin bolalari bor edi. Kichik akamgami biz bilan qo'shni kanatda turadigan
bir qizni elib berdigan bo'ldi. Shunda qilib bu qo'sh to'ymu oddiy soddalik qilinib oxirlashdi. To'y tugab ikkinchi kunila yulduz tarqamasda endi o'rnimdan turay deb qo'pishimga qiynapam eshikni qattiq birni tepib achchiqlagan holda so'zlab ketdi. Voy anam ey! Hay, mushi vaqtchimi uxlashamsa? Talaga chiqish. Bugun mehmon kelmoqchi. Kelin haq degan buncha vaqtcha bir kunlik ishni qilib bo'ladigan. Qiynanam shundoq degunicha eshik oldidan o'tib ketdi. Erim bo'lsa onasining gapini anglab kulib o'tdi. Lekin men qiynani degan mushta bo'lamdigando, qiynapam bek askimidu, helatini nemish bu deb o'ylab, buningdan keyin bu uyda kun olmaqimning tasligini his qildim. Darhol ishimni tugatibla hovliga chiqib qiynanamning yeniga kirib salom qilib etib qarasam, uydagi cho'ng kichik hammasi menga xuddi men bu uyga kelib ig'ir gunoh o'tkazgandek menga o'shmanlik nazarida do'msishib o'tirishyapti. Menmu chandurmasdan "Apa, men nima ish qilaman?" deb buyurgan ishini qilib, hovli aramlarni tozalashga boshladim. Qiynapamning bu uylari yomon emas, lekin hovli aramlarga bir jumi suv sepmagandek sho'r besib ketgan ekan. Men kunduz suv sepib, 2 kundala qatirib, qalaymaqan qo'yib olgan narsalarni ratlab, bu uyni boshqacha pokiz qilib etdim. Hatto tamoq etadigan qozonmu shunda qasmoq bo'lib ketsa-mu, tamoq etaveribdi. Men bu qozonni yep-yangi bozordan olgandek qilib etdim. Uyning pardalarini yuyib, qaytadan osdim. Bu ishimdan erim ozroq xush edi. Lekin erim amaliyotda o'zininkini rost, opsininkini to'g'ri ko'radigan chiqib qoldi. Opsining ko'rsatmasi bo'yicha ish qiladi. Erimning nazarida xotin bo'lg'uchi, erining sezib qo'ygan seziqidan chiqsa, aski hisoblanadi. Lekin men xotin bo'lg'uchi, hamma ishda shuning yo'li bo'ysunib, o'zimning ko'nglini o'ylamasligim kerak ekan. Men uning 10 eg'iz gapini anglagan bo'lsam-mu, u mening qilishga tegishli ishim edi. Lekin u mening bir eg'iz gapimni anglasa, xotindan qo'rqanlik hisoblanadi. Bu uyda men boshqalar tugul erimgimi bir tiyinchaqliq eg'iz ocholmaydim. Bu uydagilarning nazarida kelin bo'lg'uchi hammani qilish kerak ekan. Lekin pul xarajatimni ota-onamdan elishim kerak ekan. Bu uyga kelin bo'lib kirib, ko'nglimda texi cho'qim boshqa kelinlari xafa qilgan, qiynapilari qaqshaydigan kelin bo'lmayman, bek yaxshi kelin bo'laman deb kunda kech yetib sahar turib, uyning ishlarini-mu, etizning ishlarini-mu shundoq yaxshi qilib ketsam-mu, yanala yaxshi kelin bo'lish tugul, kunda qiynapisidan 3 vaqt dashnam anglaydigan, eridan til qisinchiliga ba gunohkorda qo'rqadigan kunga qoldim. Apamning uyiga borsamla, men bilan to'y qilgan kichik akamning ayolini uydagilarning e'tiborlab, ig'ir ishlarga solmay, haftasi bozorga olib chiroyli kiyimlarni, yemekliklarni elib berib, tehi apamning kelinimiz qo'pqicha o'yla aramni o'zli tozalayotganini, dadamning kelinimizni mendimi bek artvolaydiganligini, akamning xutun deb kulki chaqchaqlar bilan o'ltirganliklarini ko'rib, ichim bekli achchiq bo'ladi. İçimde shundoq deydim. Akamning ayoli yo mendek bu uyda tuzuk ish qilmasa, texi kichigina bahon tepib olsa, qo'yilib o'tirib olishlar uchun uydagilarning shundoq e'tiborlashlariga erishishim xo'sh bo'lmasdan, yana hech kimdan rozi bo'lmaydi ekan. Lekin men-ku o uyda tildashnam, erimning ochiqlab turadigan ashu qo'rqinchli rangiga qarab, qiynanamning xuddi men osh qilib bu uyga kelib qolgandek, ota-onam meni bu haqqa tashlab bergandek, "Do'stingiz-ku, bizning mijozimizga ko'nib turing. Hammamizning ig'irni ko'tiring. Bo'lmasa, o'zingizning ishi. Balamizga tegib olganga xo'sh bo'ling"
siz tegmisingizmi-chu? Qizlar chiqdi. Degandek, zahardek gaplarni anglabla o'taman. Hay, bu menga nima kun? Men kutgan vaqtmi shumi? Kunim shundoq o'tami? Ah, hayot. Men kichikimdan tortibla bir yaxshi qiz edim. Bu uyga kelin bo'lib kelib, endi eski bo'ldim. Men yana qanday qilsam bo'ladi? Qani aytqani. Men shu xiyolda yig'laydim. Erim menga qattiq sirini bermaydi. Men dastlabda erimni o'zimga o'xshatib, bek yurak bag'rimni tükib etibdiman. Men erimni ko'nglimda mening eng ishonchli yaqinim deb o'ylasam, bu ko'nglimni qattiq tushunmaydi ekan. Bara menmo erimga o'xshash ancha jiq gap qilib ketmaydigan bo'lib qoldim. Shundoq kunlar o'tib, qursoq ko'tirganimga-mu 6 oy bo'lib qoldi. Qaynapam meni qartib qo'yibla bir gaplarni daveratdi. Hay, to'qsongiz o'g'il tug'uvchimi? O'g'il degan dadisiga asqatadi. Qiz bola onasiga asqatadi. Chuqum o'g'il tug'um. Qo'soqdagi bolaning o'g'il qizligini men belgilamdim. Men u gaplarga kulib qo'yibla o'tkazib o'tdim. Qo'rsqim yo'g'ongan siri o'tirib qopishimmi ig'ir keldigan bo'lib qolgan edi. Doim yetvolg'imni kelib turadi. Bu kunlarda men baq qiynaldim. Uy ishlarini burunqiga o'xshashlik qilmasam texi. Qiynanam u yonda, erim bu yonda so'zlab ketadi. Yotqanimni ko'rib qolsalar, anglaydiganim bir patman sesli gap bo'ladi. Hey, yen yotsan-ku. Tomoq atmamsa beri. Qo'shiqlar ko'karib ketgan ekan. Deding kechgacha yetib olgan. Ayolingchu, zahodi bu uyga mishri yo'q, kuymi yo'q. Bu uyda menla japa tatqinim tatqan. Menga kelinlarning rohitini ko'rish zodi peshonamga bitilmagan chig'i. Voy bo'ldi apa, qo'shimig'ini. Buningga men gap qilay. Sen chiqib tur. Ma'qul. Yanala sen menga bak kuyinasan juma o'g'lim. Hey, nimandaq misildaysa? Qachqash qilmamsa deyma. Qizimi? Ha, mana. Men shuncha ig'irlashgan qo'rsqimni tutib, tasta o'rnimdan turatdim. Mening kunlarim ana shundoq edi. Bu oyda hatto tug'ut yaqinlashgan chaqlarda bakrak kutinishga tegishli kunlardimi men yanala xuddi xizmatkor dedeklardek ishlaydim. Va shundoq nachar muomala qilmatdim. Agar biror og'iz gap qilsam, qaynonam bilan erimdan dashnam yeydiganim aniqli edi. Qayni aytinglarchi, sizlar mening o'rnimda bo'lsanglar qanday qilardinglar? Bu asarning keyingi qismini oldin anglamoqchi bo'lsangiz, ikkinchi qism. Ular har bir ishimdan rozi bo'lmaydi. Hatto ma ayol ig'ir bo'y bir odam aram olsin demaydi. Ya ko'nglimni ayamaydi. Ish qilib ular doim meni eski qatorga, o'rin qatorga chiqaradi. Men kichikina turib bu turmush besimga chidab bo'lolmay, nechirat opamnikiga ketibmi baxtim. Lekin har qatam opamlar mening u uyda bundoq yashayotganimni ko'zi bilan ko'rmagandan keyin menga nasihat qilib ketkizib o'tishga aldiraydi. Voy balam, erga tekkandikin shundoq ish. Hamma ayollar o'xshash. Menla mushundoq bechora o'xshayman deb qolma. Seni yotiq qilgandan keyin sen shularning homiyligida bo'lasan. Seni ko'proq ishq selishi yoki ba'zan gaplarni o'dola deyishi seni o'z ko'rgani. Sen-chu yig'lamay xo'sh bo'lsang bo'ladi. Qarag'ina, biz kelinimizga besim qilmaymiz. Ayol kishi bo'lgandan keyin qozon beshida tunur yanida o'tadigan gap. Endi yig'lamay, ha deb qaytib ket. Chiroyli uyingni tuta. Chidivat, tishingni tishlavatsang, hamma ishlar o'tib ketadi. Chida qizim.
Sen bu uyda qo'rsiqingni to'mpaytib o'ltirsang bo'lmaydi. Apam shundaq deb meni ularning uyiga ketkizib etdi. Apam eg'irlik qilgan siri qiynapam texmi yo'g'inab ketdi. Erimmi to'y qilgan dastlabki vaqtlardagidek emas. Bakli nacharlashib olgan edi. Hadislar hamil ishimdan qusur tepib urushadigan bo'lib ketdi. Kunlar o'tib, oxiri oy kunim to'shib, yangiydigan vaqtimni kep qoldi. To'lg'aq boshlanib, 3 kun to'lg'aq azobi tatib, bu qiyin azobdan oxiri qutulib bir qiz yangidim. Erim har holda qadrimni, hurmatimni qilgan bo'ldi. Bu qizga bak amroq edi. Men yangib bir oydan keyin kichik akamning ayolimi bir qiz yangidi. Buni ko'rib baxo'sh bo'ldim. Qizimiz tang bo'lsa deb. Balam 2 oylik bo'lib, erimnikiga yo'tkab kelindim. Bu uydagi jafoliq, qadrsiz kunlarim yana boshlandi. Yo'tkab kelingandan keyin erim bilan qiynanam texmi razillashib, o'zimning rostaydigan texmi ushoqsiz bo'lib ketibdi. Yo'tkab kelinib, atigan soat 4 bilan o'rnimdan turib, qiynapamning uyiga kirib, o'choqqa o't yoqatdim. Ondan kirib, o'zimning uyidagi o'choqqa o't yoqib, kiyimlarimni kiyib, bosh ko'zimni yuyib, yana qiynapamning uyiga chiqib, yulduz tarqamasda tamoq pishirib bo'latdim. Hay, bu jiddichilik to'lgan kunlarni demaysiz. Bola kichik tursa, odatda bolasi kichik ayollar bolasi bilan o'simi jafo yetib oshadi-ku. Kun-kunlab uyqusiz qolib, kechacha bola yig'lab, ko'zimda uyqu yo'q. Erimning menga ich og'riydigan yeri yo'q. Kechalari shuncha tatli xo'rak tortib uxlab ketadi. Texi bola yig'lab ketsa, ochiqlab, bolani nima deb yig'latasan, pas qila deb menga vaqiraydi. Bolani boqamading deb meni dod ko'ratdi. Tang atmasda qopmasam texi. Bolani tuqqandan keyin erim o'ziga ishonch qilib ketdimi? Hadisi urushib qalatdiq. Sizdan xo'sh bo'lay. Bola yig'lasa mendiki xatolikmi? Bola degan yig'laydi. Menmi uning yig'lishini xolamayman. Nimandaq odamni qora qo'yiq ayiblar bersiz. Hey, malni o'rmaski zuvan kirib qapti. Hey, kichikkina tatqan japoyinga chidamay qilyapamsa? Chidamagan bo'lsang, ana eshak, yo'l bo'lsin. Balani qo'yib, nagi basang ba? Nima? Men nimani xato qildim? Sen men bilan takrorlashyapsan? U shundoq deb meni uratdi. Uning meni urishi odatdagi ishga aylangan edi. Mening tayoq yeb, ko'kirib ketgan yuzlarimga qarab, ich og'irtish tugul, ko'ngil yaramni tatlab, meni texmi yavaşlashga qistagandek gaplarni qiladi. Sizmi-chu? Bahla bir ishlarni cho'ng'aytib ekansiz. Kichikina bir japani tartib qo'yiblar. O'g'limga hurpaysangiz, tayoq yemay nima aytdingiz? Yegan ishkiningiz musha uyda bo'lgandikin, albatta chidishingiz kerak. O degan-chu, eringiz sizni uramdi, tillamdi. Bu uning igidorchiligidagi ish. Sizza o'g'limga tegib olganingiz xo'sh bo'lmay. Yana nimani o'ylayapsiz kentang? Kelin haq deganni zodi tushunib bo'g'ilib bo'lmaydi. Har qancha yaxshilik qilib baqsaqmi, og'irni qilib turgan. Siznimi kalla bo'lgandikin, bir ishlarni o'ylabroq qilsangiz, ko'proq xizmatini qilsangiz tayoq yeb ketmaydingiz. Biz-chu ayni chaqlarda 10 qo'limizda bola ko'tirib, etizda o'lgidek ishlab kelib, yana tamoq etib, cho'nglarning kirqatini yuyib, non yiqib jo'liqimiz chiqib ketay deydi. Lekin sizlarni nima desak bo'larkin, tang?
kichikina ishni qilib qo'yiblar, holinglardan ketganda qiyofatga kirib oldi ekansizlar. Bizningmi ko'zimiz ko'ramas, ko'rib turibamiz, his qilyapmiz. Lekin osh bo'ldilar. Sizga bari bir gap o'tmaydi. Koreyaning kinosi boshlanib qoldi. Yanala televizorni ko'ray. Nima japa, nervamni og'irtib. Ha, rost. Dadingiz ishimizning kirqatlari do'linib qoldi. Bugun nim bo'ldimkin tang, toza holim yo'q. Shunga bak kesh qolmay, tamoqni baldiroq etib bo'lib, kiyimlarni yuvib eting. Hay, qanisiz. Cho'gin qaynab ketgili navoq. Chaydan qo'yib etmamsiz. Qachonmi sizga g'o'dirmaydigan bo'laman? Ma'qul, appa. Bola boyadan uxlag'ili unmay, bek yig'lab ketgan. Men tezlikda uxladi. İşte, qo'ying shu gapni. Kichik bola degan, papilislar uxlab qoldigan nima? Siz zali kallangiz bir yerda emas. Boshqa ishlarni o'ylab papilasangiz, ashundoq bola uxlamaydi. Dildim, appa. Mening hademakdan boshqa choram yo'q edi. Hademisam, oningdimi o'ta sesiq gaplarni anglaydi. Qiyin apammo bolasiga chidamaydi. Bola degan tatliq deb. Meni bek ishq soladigan, zuvonimni ochirmaydigan, o'ziga bek ishonchisi cho'ng bo'lib ketdi. Bir ko'ynimni zig'irlaydigan, bir ko'y pulni ko'rsatmaydigan, uydagi bir malayga aylandim. Balam uchun bu kunlargami chidamaqdan boshqa amal yo'q edi. Balam shundoq o'moqchon bo'ldi. Shundoq tatliq kuladi. Balam 6 oylik bo'lib, paxlandek cho'ng bo'layotgan kunlarning birida uyda o'zim yolg'iz qolgan vaqtimda to'yiqsiz balam qizib, ichi surib, yondirib, u bakli o'zini tashlavatdi. Men nima qilarimni bilmay balamni ko'tarib yo'lga chiqdim. Qarasam, yo'ldashimning bir do'sti kelyotdi. Oldiga oldirab tinab berib, telefonini berib turishni so'radim. Teshikmi? Nima bo'ldi? Bak jiddiylashib ketibsiz-a? Bola qizib qoldi. Bakli jiddiylashib ketyapman. Bolaning dadasiga telefon qilib bersangiz, tez uyga kelsa bo'pti-ku. Ha, bo'ldi, jiddiylashmang. Meni urib qo'ydim. O'lmayotdi. O'zingiz so'zlashing. Rahmat sizga. Vay. Uyga tez kelsangiz, bola qizib qoldi. Bakli ansirab ketyapman. Ich surib to'xtamadi. Tezroq bo'lsangiz. Men avval uyga bir baray. Uyga berib, sen bilan ondin deyishman. O, shundaq deb telefonni qo'yibdi. Birdamdan keyin u uyga keldi. Rangi tutilib, ochiqlagan ko'zida tikilib qarab, yoqamni tutdi. Bolaga qarabmi qo'ymadi. Hey, digina. Kimning telefonida menga telefon qilding, ha? Haqdan telefon so'rg'idak bo'ldingmi? Hop, paskin. Oyjon. Sizdan o'tinib qolay. Meni urmang. Avval tushuntirishimni anglab. Bola o'bakni qazib ketdi. Ich surib to'xtamayotdi. Hop, paskin. Bola bir obdan turmamdi. İçimdekini to'lib bilmaydi deb qolma. Sensa shu bahonada u hadab og'ziga kelgan sat gaplar bilan meni tillab uriyotdi. Bo'ldi. Meni urmang. Sizdan xo'sh bo'lay. Men rostilla. Boshqacha maqsadda bo'lib boqmadi. Ishonmasangiz, balon peshanasini tutib berdim. Men rostila yolg'on aytmadim. sen meni necha yoshga bolchaqlab qoldingmi? Bu rasvo. Yo'q. Bo'ldi. Sizdan o'tinay. Qandoq bo'lsa,
Ağzını yom. Kimini ahmoq qilmoqchisan, ha? Shu asnoda qiyin opam kirib qoldi. Voy, nima bo'lishdinglar? Voy, nimachi qiziq? Voy, go'shpashlar, bola qizib o'lib qolay devasa, nima vori qilishsa? Voy, aqli yo'qlar. Qiyin opam uyga kiribla balani qo'liga elib, qizib ketganligini ko'rib, shundoq degan edi. Endi qandaqmi qilamiz? Shunda qizib ketsa-mu, saqlab o'ltirishdingmi? Qiyin opam shundoq deb bizni tillab ketdi. Erim mendan qo'rqmag'ini bilan onasidan qo'rqadi ekan. Balani shu hamon doktorxonaga elib bordik. Yo'lda borg'ucha ishchim siqilib, qachon doktorga boramiz deb oldirab, jedilishib ketib boratdim. Doktorxonaning oldiga beribla balamga qarasam, balamning ko'zi ochiq, enaki tushib qopti. Ko'zlari ko'kirib ketibdi. Men balamning o'lib ketganiga ishongim kelmadi. Yana doktorga ko'rsatmoqchi bo'lib akirdim. Akirsam, doktor balaga qarabla, balani akitinglar, bala tugab ketibdi demasmi? Bu gapni anglab, qo'liqimga jangida chaqmoqchi qilgandek anglandi. Mening eng yaqin yurak param balam, jon-jinim, eng umaq sabiy vaqtlarida mundaqla ketib qolganiga ishongim kelmadi. Saranglarcha varqirab, yig'lab hoshimdan ketibdiman. Birdamdan keyin hoshimga kelib ko'zimni ochsam, uyda liq odam. Opam, dadam balani qo'liga elib yig'lab o'ltirishibdi. Menmi balani qo'limga elib, saranglarcha yig'lab ketibdiman. Qo'xshidim, yig'ladim. Yig'lag'idek madarim qolmaganda, ko'zimdan oqqidek yosh qolmaganda, andin hangviqib o'ltirib qoldim. Necha kungacha balamning bo'shigini quchoqlab yig'laydim. Er kishi deganning kuni o'xshash o'taveram degani, bir necha kun yig'lab qo'yib, yana o'xshashlar kuni o'tdi. Biroq menchu kunda degidek balamning kiyimlarini necha vaqratlab chiqardim. Pokiz bo'lsa-mu yuyatdim. Balamni shunchalik sig'inatdim. Balamni sig'ingancha balamning kiyimlarini ratlaydim. Kun-kunlab uydan chiqmay yotatdim. Barxan siri balam yo'q. Bu uydan zerikib qoldim-mu? Rayim yandim-mu? Bu uyda turg'im kelmay, opamning uyiga ketadigan bo'lib oldim. U uyga borsam, men bilan tang to'yi bo'lgan akamning ayoli men bilan tang yangigan bo'lg'ashqa, ularning qizi kundan kunga shuncha umaq cho'ng bo'layotdi. Ularning qiziga qarab, meningmi qizim bo'lgan bo'lsa, mushundaq cho'ng bo'ladi deb ichimdan yig'i chiqib ketadi. Ular bolasini erkiltib baxtlik o'ltirsa, men ayrim uyga kirib elib yig'laydim. Nemishqa hamma azobli kunlar mening beshimga keladi. Yoki men shu azoblarni tortishga haqliqmi? Nemishqa xuddi men xotirjam, baxtlik yoshsam bo'lmaydigandek, barcha alamlar meni cheglaydigandi. Men zodi qandoq odam? Men zodi qaysi qari kunda tug'ilib qolgan odam? Men zar-zar yig'laydim. O'zimga nido qilardim. Qani aytinglarchi, bu jahonda mendami betalay insonni sizlar ko'rganmi?